BMW 220D qidirib yurgan akalarimiz uchun mana BMW'ni kupesi Sportback 2015-yil 254 ming kilometr yurgan yoqilg'i dizel. Mashinamiz narxi 7 million 700 ming won. Ideal holatda 3 kun bo'ldi kirib kelganiga, 28-may kuni kirib kelibdi. Kelib test drive qilib ko'rasizlar. Holati tiniq holatda. Avariyasi bor, lekin unaqa strashniy emas. Hozir aytib o'taman. Chap tomon kiril almashgan. Hamda orqa tomonda kapot almashgan va bufer almashgan. Buferni ichkaridagi ramaga orqadan yegan. O'sha yer avariya holatga kiradi, lekin unaqa strashniy emas, yurishiga umuman ta'sir qilmaydi. Balon holatlari normal holatda. Amerikanskiy tonirovka bakoylarni karbondan qilib qo'yibdi. Bezramishli eshik, kep-qizil salon, sidina pamutlari, elektronli sidina, koja salon kep-qizil. Kupe lyuklari bor. Hop, 254 ming probeg. Start stop monitorlari, Blackbox high-pace'lari bor. Mashinamiz ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa kelib test drive qilib ko'rasizlar. 7 million 700 ming. Bunga bir oylik garantiya chiqmaydi, sababi 254 ming yurgan, 200 mingdan oshiq yurgan. Kimga kerak bo'lsa kelib ko'rasizlar. Ideal holatdagi BMW.